Bu patsientimiz juda ham kuchli sложный morfotip, juda ham quruq yuzlari, quyoshdan saqlanmagan, juda ham sifatsiz kremlar ishlatgan, overdiylar, juda ham kuchli tipdagi qarish boshlangan. Aslida 29 yoshda bunaqa ajinlar bo'lmasligi kerak. Avvalambor men ularga bittagina muolajani o'zi yordam bermasdi. Ya'ni o'ylash mumkin, shunchaki botoks qilgan bilan buni muammoni hal qilib bo'lmaydi. Botoks qarang, ajinlar yoyib beradi, lekin sizni yuzingizni yaxshilab bera olmaydi. Ya'ni yuzingizni namlantirmaydi, quruqlikni yo'qotmaydi, kачествосini to'g'rilab bera olmaydi, yuzingizni oqartirmaydi. Faqat ajinlar yoyib beradi. O'shaning uchun ham bu patsientda men ularga Radiance Glow meza kokteylni maslahat berganman. Radiance Glow meza kokteyl ichida nima bor? Biotinizatsiya bor, peptidlari bor, aminokislotalar bor, DNK bor, DMAE bor. Nima qilib beradi? U ham derma bilan ham epidermis bilan ishlashi kerak. Bu ayolda ham osilish, ham qurish, ham ajinlar. Yuzini tiniq emasligi. O'shaning uchun ham men o'sha Radiance Glow muolajani kokteyl maslahat berdim. Ularga ham dermalni, ham subdermalni ishladik. Keyin botulatoksin qildik. Oxirida avvalambor chiska, va undan keyin o'sha домашний xotanni berganman. Bu rezultat 14 kundan keyingi rezultat. O'zi aslida bu muolajaga, o'sha kokteyl muolajasiga 2 marta kelish kerak edi. Rezultat ko'rib turganingiz, men o'zim ham kutmagandim bunaqa rezultat. Juda ham zo'r ishlagan.